Haval H6. Crossoverning yangilangan versiyasi bo'lib, mazkur avtomobil butun jahon bo'ylab millionlab muxlislarni o'ziga jalb etgan. Uzunligi 4.7 metr va kengiligi 1.9 metr. Bu oqimda ko'zdan yoqimli ketmaydigan jiddiy crossoverning o'lchamlari. Yangilangan H6 modelimizda zamonaviy LED optika, o'ziga mos va xarakteriga boy radiator panjarasi, 190 mm o'lchamga ega Clearance H6 ni shaharda ham, yo'lsiz sharoitlarda ham universal hamrohga aylantiradi. Kapot ostida esa 184 dagi 1.5 motor, 238 dagi esa 2 litrli turbo dvigatel jihozlangan. Jihozlanishning ikki varianti mavjud. Oldi yuritmali va 7 pog'onali robotga ega bo'lgan 184 ta ot kuchiga ega 1.5 litrli turbo dvigatel va to'liq yuritmali va 9 pog'onali robotga ega bo'lgan 238 ta ot kuchiga ega 2 litrli turbo dvigatel. Podveska qulaylik his etish uchun moslashtirilgan. Oldi tomonda Mac versiya, orqa esa kirichakli. Yo'lning har bir kilometri H6 da ishonchli va qulay his etiladi. Bu tekis asfalt yoki o'nqir-cho'nqir bo'lgan qishloq yo'li bo'lsin. H6 ning salon qismi keng va zamonaviy ko'rinishga ega. Oxirgi versiyasiga qaraganda salon ichi mutlaq o'zgargan. Panoramali tom qismi, ikki hududli iqlim nazorati, raqamli qurilmalar paneli va proyeksiyali displey, CarPlay va Auto Android tizimi bilan ishlaydigan katta multimedia ekrani, havo yuborish deflektori, USB portlari va orqa qator o'rindiqlari isitilishi, sifatli pardozlash materiallari qulaylik va shinamlik hissini beradi. Oldi o'rindiqlarining isitilishi va ventilyatsiyalanishi, tezkor simsiz quvvatlash tizimi, 8 dona dinamiklar va subwooferdan iborat premium darajadagi audio tizimi, konsert singari ohangni ta'minlaydi va sizni aslo zeriktirmaydi. 6 dona xavfsizlik yostiqchalari, kalitsiz kirish, auto hold funksiyasiga ega elektron to'xtash tormozi, shaffof kapot funksiyasiga ega 360 kameralari, ko'rinmas hududlar monitoringi, shinadagi bosimni nazorat qilish tizimi, yo'l belgilarini aniqlash va tirbandlikda harakatlanish funksiyasiga ega adaptiv kruz nazorati, avtomat tarzda avtoturargohga joylashtirish va undan chiqish rejimi, yo'l qismida ushlab turish tizimi va favqulodda tormozlash. H6 bu erkinlik va o'zgacha uslubni qadrlaydiganlar, shu bilan birga oila va xavfsizlik haqida o'ylaydiganlar uchun crossover. Ta'sirchan o'lchamlar, premium segment texnologiyalari avtomobil boshqaruvini davom ettirishga va oldinga intilishga ilhomlantiradi. H6 erkinlik va sifatni sevadiganlar uchun, siz va oilangiz uchun xavfsiz avtomobil.